Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Hozir bu yerda yurak o'tkazuvchi tizimi haqida gaplashamiz. Yurak o'tkazuvchi tizimi, ya'ni bu nima vazifani bajaradi? Yurakni o'zini qon bilan, yurakni o'zini qancha qisqarishi, o'zini boshqarishni ta'minlaydi. Ya'ni biz bilmaymizki, biz nazorat qila olmaymiz yuragimiz qancha qisqarish kerakligini. Shuning uchun bu yurakda tugunlar bo'ladi, nerv tugunlari bo'ladi. Bu nerv tugunlar o'zlari qancha qon necha marta qisqarish va o'zini boshqarish tizimiga ega bo'ladi. Shuning uchun biz buni muhim bilishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni biz ko'rishimiz kerak, bizda sinatral tugun bo'ladi. Muhim interventrikulyar tugun bor. Ular qayerda bo'ladi? Mana bu joyda rasmni ko'rsak, mana bu sinatral tugun, bu interventrikulyar tugun. Eng katta bular nima qiladi? Bular impuls chiqaradi. Ya'ni impuls degani necha marta yurak qo'zg'alishi kerakligi haqidagi informatsiya chiqaradi. Masalan, bu yerda bu yerdan chiqsa, masalan, bu yerdan chiqadigan bu chap bo'lmachaga, o'ng bo'lmachaga va mana bu tugunga signal yuboradi. Ya'ni signal chiqaradi bu. Bunday aytganda, signal mana bu bizdagi AV tugun deyiladi bo'lmasam. Ko'p joylarda sinatral tugun va AV tugun deyiladi. Shu AV tugun orqali o'tib, bu impuls, bu signal bizda qorinchalarga ketadi. Chap ko'rib turibmiz, sariq rangdagi va o'ng qorinchalarga ketadi signal. Bu signal aytadiki, yuragimizga necha marta qisqarishimiz, bir minutda qancha qisqarishimiz haqidagi informatsiyani yuboradi. Bu bizdagi bilishimiz kerak bo'lgan jarayonlardan. Endi sinatral tugun bu asosiy esi va o'rtada AV tugun bor. Sinatral tugun informatsiyani chap bo'lmachaga, o'ng bo'lmachaga va AV tugunga yuboradi. AV tugundan o'tib, bu bizda atrioventrikulyar tutam hosil qiladi. Yo bo'lmasam gis tutami deb ham deyiladi mana bu. Shunga bu yerdan yuqoridagi kelgan impuls, AVdagi impulsni pastga o'tkazib beradi. Pastga qorinchalarga. Bu vazifasi masalan tez kelayotganlarni yo bo'lmasam bir meromda impulsni, signalda impulsni o'tkazishni ta'minlaydi. Shunda o'tdi va gis tutam bilan, mana bu gis tutam bo'lsa, shu orqali gis tutam ikkita shoxga ajraladi. Chap va o'ng shoxlarga. Mana bu tarafimiz chap shox, bu tarafimiz o'ng shox. Ko'rdingmi? Chap va o'ng shoxga ajraladi. Bular kelib turib qorinchalar devori orqali yuqoriga qarab harakat qiladi. Impuls kelgan impuls mana shunaqa harakat qilib turib, ikkita qorinchani bir vaqtda qisqarishini ta'minlaydi. Shunga endi bir xil joylarda atamalar bor. Mana bu shoxchalar, mana bu ikkita chap va o'ng shox yana shoxlanadi. Bu Purkinje shoxlari ham deyiladi. Xo'sh, shunday. Bu qayerda joylashganligini bir olishimiz kerak bo'ladi. Sinatral tugun bu o'ng bo'lmachaning yuqori qismida. O'ng bo'lmacha, mana bo'lmachamiz bo'lsa, o'shaning yuqori qismida. Mana shu yerda ko'rib turibmiz. Ya'ni superior vena cavaning, mana superior vena cavaning ochilishida yaqinida ko'rasizmi? Ochiladigan yo'q, o'shanga yaqin joylarda joylashgan bo'ladi. Va crested terminalning yuqorisida. Mana crested terminalis bo'lsa, o'shaning yuqorisida. AV tugun qayerda joylashgan bo'ladi? AV tugun bizda
interatrial septumning pastki qismida. Mana bu yerda bo'ladi. Mana bu ikkita, mana bu joy bizda bo'lsa, mana bu joy bizda interatrial septumning pastki qismida. Biz pastroqda joylashgan bo'ladi. Ya koronar sinusning ochilishi debdi. Koronar sinus qo'ya ko'rdik. Mana koronar sinusning ochilish joyida mana ko'rdimiz, AV tugun o'sha joyga yaqin joylashgan bo'ladi. So'ngiga joylashish haqida aytishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni sinatral tugun bu o'ng bo'lmachaning yuqori qismida, superior vena cavaning ochilishiga yaqin crista terminusning yuqorisida. Ya'ni superior vena cavaga yaqin o'ng bo'lmachada desak ham minimum shu gaplarni aytishimiz kerak bo'ladi. AV tugun bu sinus koronarisga ochilishiga yaqin joyda, sinus koronarisning yaqin joyda joylashgan deb aytamiz. Endi bu yerda mana bu ko'rib turibmiz, impuls kelyapti, o'ngga, chapga, bu tugunga beryapti, AV tugun orqali informatsiya ketyapti. Mana bu narsani keyinchalik o'tasizlar, bu EKG deyiladi. EKG borib ko'rgan bo'lsangiz kerak. Mana shu holatlarda EKG olinadi. Ya'ni bu yerda mana bu P tishimiz, bu bizdagi bo'lmachalarning qisqarishi, bu bizda P tish deb beriladi. Mana bu joyimiz esa bizdagi mana bu AV tugun orqali o'tgan impulsda sekin o'tadi o'sha yerda, o'shani beradi. Bu mana bu bizdagi tishsimon, bu qorinchalar qisqarishi. Shunga tetish bu qorinchalar bo'shashi. Endi bu o'z yurakda o'zini avtonomiyasi edi. Endi bizga beixtiyor biz nerv sistemasiga o'tdik. Simpatik va parasimpatik nerv sistemalarini o'tdik. Ya'ni periferik nerv sistema, bizga somatik va avtonomga bo'ldik. Avtonom bu o'z navbatida simpatik va parasimpatikka bo'ldik. O'sha parasimpatik, simpatik biz masalan tasavvur qilamiz, it qo'yapti bizda. It qo'yayotgan vaqtimiz biz qochdik. O'sha qochgan vaqtimiz nima bo'ladi? Biz tezlashamiz, yuguramiz. O'sha vaqtda biz beixtiyor yuraklarimiz tez urib boshlaydi, to'g'rimi? Keyin qochib kelib xonaga bir pana joyga o'tganimizdan keyin sekin yuragimiz ham sekinlashadi. Bildingmi? O'sha joyda bizda nima o'shanda simpatik, parasimpatik yurakka ta'sir qiladi. Endi savol, qanaqa ta'sir qiladi deydigan bo'lsak, mana bu birinchi bu rasmni ko'radigan bo'lsak, mana bu rasmda bizda nima bo'lyapti? Mana bu joyimiz orqa miyani o'tganimizda mana bunaqa narsa ko'rgandik, to'g'rimi? Ya'ni orqa miyada S8-chi, S7-chi umurtqadan biriga T12, L1 o'sha joygacha bizda simpatik gangliyalar hosil bo'ladi. O'sha umurtqalarning darajasida. O'sha yerdan hosil bo'lib turib, mana bunaqa tugunchalar hosil bo'lardi, gangliyalar. O'sha gangliyalar bizda ko'rib turibmiz, nima qiladi? Gangliyalar biz o'sha gangliyadan yurakka postganglionik tolalar boradi. Tolalar borib yurakka yurakda tezlashishini, yurak tezroq urishini ta'minlaydi. Mana bu tepadagilar esa bu bizdagi miya ustunidagi uzunchoq miyadan chiqadigan vagus nerv sistemamiz. Vagus boradi, nima qiladi? Vagus kelib turib, mana bu yashilda ko'rsatilgandek kelib turib, cardiac plexus degan narsamiz bor. Yurak chiganlari o'shangacha impuls keladi va undan ham yana bitta tola chiqib yurakka boradagi boyagi sinatral tugundek AV tugun o'sha yerga borib turib, yurakni tezroq urishini ta'minlashga yordam beradi. Bu sekinlashtiradi. Parasimpatik esa sekinlashtiradi, bu tezlashtiradi.
bu tezlashtirsa, mana bu sekinlashtiradi. Shunaqa. Endi bu rasmdan ko'radigan bo'lsak, mana bu rasmga e'tibor qaramiz. Bu rasmda ko'rsatyapti bizda ya'ni mana bu yurak plexus, mana cardiac plexus degan joy bor. Ya'ni chigallar hosil qiladi. Tepadan vagus keladi. Mana bu nervlar keldi, ko'rib turibmiz. Mana vagus keldi, shu yerga keladidan keyin chigal hosil qiladi. O'sha chigallardan ko'rib turganimizdek anaqalar tomirlarga, yurak tomirlariga va sinatral tugunlarga borib nima qiladi? Yurak urishini tezlashtirishga yordam beradi. Yurak qisqarib qancha kuchli, qancha sekin qisqarishini, yurak qancha tez urishini ta'minlashga yordam beradigan nerv sistema. Mana bu narsani men tushuntirmoqchi edim yana sizlarga. Ya'ni mana bu rasmga e'tibor beradigan bo'lsak, carotid body degan narsa bor. E'tibor bergan bo'lsak, mana bu yaqinda o'sha kunuzga yozsanglar ham tibbiyot talabasi, hindistonlik tibbiyot talabasi bizada uni mayda samolyotda bemorni hayotini qutqardi degan sarlavha chiqadi. Kunuzga yozsanglar chiqib keladi. O'sha yerda nima qilgan? Bemor ko'rgan, bemorda taxikardiya, yurak tez uryapti, davleniyasi balandroq tuygan va bemor nima qilgan? Mana shu bo'ynimizdagi karotid arteriya bor. O'sha yerda karotid tanacha joylashgan bo'ladi. O'shani karotid arteriya, ya'ni yoki uyqu arteriyasini bosgan, massaj qilgan. Shu massaj qilgandan keyin mana bu sezadi. Bu o'ylagan, bu yerda qanaqadir bosim ko'p degan. Bosim ko'p bo'lgan uchun sezuvchi borganda aytganday borib turib miya stoliga, uzunchoq miyaga borib turib aytgan, u tanada, organizmda davleniya ko'p degan. Sen uni kamaytir degan. Keyin nima qilgan bu? Bo'ldi, tushundim degandan keyin mana bu nima qilgan? Bo'ldi, tushuntiramiz deb turib yana bitta signal yuborgan bu tarafga. Bunday kelgandan keyin yurakka borgan. Bo'ldi, davleniya ko'payib ekan, sekinroq ur. Yuraging urayotgan payti sekinroq urishni boshladigan va sekinroq urishni boshlagandan keyin mana bu arteriyamiz bilamiz, mana bu yerdan chiqadi, bizdagi karotid arteriya bilamiz. O'sha yerga keyin nima qiladi? Keyin yurak sekin urgandan keyin davleniya tushadi, organizm yurak sekin uradi deb o'ziga kelib boshlaydi. Keyin shunaqa qilib turib yordam bergan. Bu ishlash mexanizmi shunaqa bo'ladi. Siz ham ertaga borsangiz, qaysi davleniya qo'lingizda hech narsa yo'q, mana shu karotid tanachani bossangiz, siz kimnidir hayotiga yordam bergan bo'lishingiz mumkin yoki birinchi yordamni to'g'ri ko'rsatgan bo'lasiz shu holatda. Bu prinsip yurakni nerv bilan ta'minlanishida mana bu.